Dale Carnegie'ning How to Win Friends and Influence People kitobini agar kimnidir xatosini topishingiz kerak bo'lsa, mana shuni bajaring degan joyga keldik. Men juda ham qisqa qilib, o'zim to'qib story qilib aytib beraman, chunki juda ham uzun bo'lib ketib qolishi mumkin video. Xo'p, tasavvur qiling, misol uchun siz trenersiz, sizni o'yinchilaringiz, ya'ni basketbol deylik, basketbolda o'yinchilaringiz yaxshi o'ynamayapti. Misol uchun bitta o'yinchi yaxshi o'ynamayapti. Keyin o'sha joyini siz aytmoqchi bo'lsangiz, sen ana shu yerda boplab yubording-u, chaplab yubording-u deydigan bo'lsangiz, u xafa bo'lib qolishi mumkin, keyin eshitmaydi, deb turib bilgandek o'ynayverishi mumkin. Lekin siz maqtov bilan boshlaydigan bo'lsangiz, misol uchun sen zo'r defense qilding, misol uchun zo'r zashta qilding, prosta endi hozir yana o'yinga tushganingda manaqa ham qilgin desangiz osonroq bo'ladi. Chunki odamni psixologiyasida birinchi bo'lib o'sha yaxshi tarafini aytib turib, maqtab turib, keyin yomon tarafini aytadigan bo'lsangiz, uni hazm qilish osonroq bo'ladi. Misol uchun ovqatlar ham bor, undan keyin buni yeb olmaydi, bundan keyin buni yeb olmaydi. Lekin agar shunaqa odamga birinchi yaxshi gapirib turib, keyin yomon tarafini sekin aytadigan bo'lsangiz, unga ham og'ir botmaydi-da, tushunadi. Misol uchun siz keyin menejer bo'lsangiz ham biror joyda ishchilaringiz bitta qanaqadir xato qilayotgan bo'lsa, ularga o'sha yaxshi tarafini birinchi aytib turib, meni mana shunaqalar zo'r qilyapsizlar, boplayapsizlar deganiga rahmat degandan keyin, lekin mana uni ham qo'shib qo'yiladi, mana jichcha mana qilib qolyapti desanglar, keyin ha bo'pti deydi. Tushundinglar? 1,5 minut bo'ldi, 2 minut qilib qo'yamiz. Chunki sal qisqaroq bo'lsa sizlarga osonroq bo'ladi tushunishga. Menimcha tushundinglar. Shu birortasini xatosini topmoqchi bo'lsanglar, birinchi ularga yaxshi gapirib turib, ya'ni begin with appreciation, shu yaxshi yo'lda boshlab turib, maqtab boshlab, keyin jonini sug'urib olinglar. Adlashdi, bunaqa emas. Sekin, misol uchun qattiqroq gapirsanglar bo'ladi. Qattiqroq emas u. Misol uchun xatosini aytsanglar bo'ladi, shunda tushunadi.